Rasul akram alayhissalatu vassalom bir hadislarida aytadilar: qiyomat kunida ro'za va Qur'on shafaatchi bo'lib keladi va har ikkilari o'zlarining sohiblarini, ya'ni ro'zador va tunda qoim bo'lgan kishilarni shafaat qilishga turadi. Ro'za aytadi: "Ya Alloh, bu bandang meni deb taomini qo'ydi, ichimlikdan tiyildi, shahvatini tiydi. O'zing uni mag'firat qilgin, o'zing unga rahim qilgin" deb turib oladi. Ikkinchi tomondan Qur'on keladi. Qur'on: "Ya Rob, bu bandang tunlari Ramazon kechalarida va boshqa paytlarda tunlari meni o'qib bedor bo'lgan. Meni tik turib o'qigan, tinglagan, eshitgan. O'zing uni mag'firat qilgin, o'zing uni jannatingga sazovor etgin" deb turib oladi. Va ular o'sha bandani, o'sha ro'zador, kunduz ro'za tutib, kechalari qoim bo'lgan kishini to jannatga kiritmagunlaricha mana shu nolada, ushbu holatda shafoatda sobit turadilar.